Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan yana onlayn ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunman. Bugun biz uchun juda ham katta kun, 30-may kuni qo'limizga hujjatimizni berishdi. Nihoyat mana dasturimizni to'liq ikki tizimimizni xudo xolasa tasdiqlab berishdi. Davlat himoyasiga olindi xudo xolasa. Endi shu munosabat bilan xudo xolasa bu yerda bugungacha bo'lgan shu o'zgartirishlar va qo'shimchalarni xudo xolasa sizlarga ko'rsatib berish niyatimiz bor. Hop, botimiz oldingidan ham yana kuchaytirildi. Hop, yana bitta ikkita qo'shimcha o'sha elementlar qo'shilindi. O'tgan safar ishlamagan funksiyalar bor edi. O'shalarni hozir hammasini o'sha ishlatib yana qaytadan kirgizib beramiz inshaalloh. Hop, bu yerda stop qiling, keyin restart bosib qo'ying. Yo'q, ishlamas ekan bu. Hozir boshqatdan buni hisob qilib beraman, chunki bundan video o'tgan paytim chaqirib qolishdi, shu bilan chaqirib ketib qoldim. O'tgan safar bizda umumiy o'sha xonani materialni hisobi, ya'ni oti esimdan chiqib qoldi. Gips kartonimiz ishlamagandi yaxshi. Ya'ni bitta o'sha devor ro'ziga hisoblagandi. O'sha narsani to'g'riladik. O'sha kunning o'zida to'g'ri bo'lgandi. Bu to'g'risida video hal olmagandim. Endi sizlar misol deylik, g'ishni, yuk ko'taruvchi plitani, kafel qoplamalarini, laminatni, istalgan mana shu narsalarni hammasini hop hisobini chiqarsanglar bo'ladi. Hop, hozir yana ikkita qo'shimcha kalkulyator qo'shmoqchimiz. Kerakmi yo'qmi bilmayman. Bittasi gulqog'oz kalkulyatori. Sizlar ko'proq o'rganib qolgan tilinglar, misol aboy bo'lishi mumkin. Shu aboy kalkulyatorni qo'shmoqchimiz. Shu nechta rulon ketadi, qancha ketadi, qanaqa ketadi, ularni xudo xolos qo'shamiz. Hozir unaqa jiddiy narsa emas, xudo xolos qo'shib olsa bo'ladigan bemalol. Hop, hozir o'tgan safar ishlamagan joyidan boshlab davom ettirib ketamiz. Misol gips karton hisobi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, endi bizda bitta emas, 3 ta rejim bo'lyapti. Ya'ni bitta devorni o'zi o'tgan safar ishlatganimiz. Shift, ya'ni patologiyalar misol qaysi tizimdan ishlatasizlar, qancha material ketadi, hammasini o'sha KNAF standartlari bo'yicha hisoblab beradi. Xo'p, keyin tomni ozgina kuchaytirdik, tomni kalkulyatorni. Tomni kalkulyatori biz faqat mana nishab gradusini qo'shgan ekanmiz. Mana bu bizga shu iltimos qilib qolishdi. Taklif berishdi, to'g'ri, iltimos emas, taklif qilishdi. Shu mana tom oraliq balandligini qo'shgan. Biz tushunmayapmiz uni. Misol, mana gradusingda qancha farq bo'ladi, uni biz bilmaymiz deydi. Mana buni misol 0.6 metr bo'ladimi, misol deylik. Yoki shu tomni eng past joyi bilan eng baland joyining farqini shunday qilib sizlarga hammasini chiqarib beradi. Temir ferma bo'lsin, qolgan istalgan turdagi mana bu tomni, o'sha mana shu eng past, eng baland nuqtasini o'zi kirgizasizlar, shunga qarab materiallarni chiqarib beradigan bo'ldi, xudo xolos. Xo'p, hozir umumiy mana bu xonani devorini gips kartonda hisoblashni ko'ramiz. Xo'p, buning uchun 3 jo'nataman, ya'ni umumiy xona rejimini bosaman. Xona uzunligini kiryapman. 608 metr bo'lsin. Bunaqasiga bo'lsin, 4.6 bo'lsin, ana. 6.8, 4.6. Xo'p, xona balandligi 3.4 bo'lsin, ana. Xo'p, oyna. 3 ta oyna bo'lsin. Birinchi oynamizning razmeri 1.5 ga 2. Ikkinchi oynamiz 1.5 ga 2.60. Uchinchi oynamiz bo'lsin 1.5 ga 1.5 emas, mana shu 3 ga 2 bo'lsin. Qanaqadir katta bitta panoramli oyna. Ikkita eshik bo'lsin. Bittasi 90 ga 210 yoki 220 bo'lsin maylani. Ikkinchisi 160 ga 240 bo'lsin. Katta eshik. Hop. O'sha baquvvat sistemadan boshlayman, 2 karkasli. Hozir hammasi ishlaydi. O'zingizlar tanlab bemalol rashodni chiqarsanglar bo'ladi. Mana bu tizimlar bo'yicha mana shuni yana bir KNAF saytiga kirsanglar, batafsil tushunib olsanglar bo'ladi mabodo agar. Hamma bitta oddiy mana bu gips kartonli devor. Bu uje sal kuchaytirilgan variantlari. Bu yerda uje gips kartonlarning turi ham o'zgaradi. Umumiy hammasi o'sha hisoblanadi. Masalan, deylik, oddiysidan boshlaylik. Qalinligini so'rayapti. Hop, devor qalinligi eng qalin 125 mm bo'lsin. Hop, texnoakustikdan foydalanaylik. Mana ko'rayotganlaringdek hamma o'sha rashodlarimizga kelib chiqyapti, xudo xolos. Bittalik karkas, bir qatlam. Hop, E30 standart. Tovush o'tkazuvchanligi 41-46 desibelgacha, qalinligi 125 mm. Mana PM profil. Bu hamma narxlari KNAF o'zining saytidan olingan. Hop, bu profillarning soni hamma o'sha narsalar, o'sha KNAFdagi o'sha saytga qo'yilgan narsalardan hammasi olib tuzib chiqarilgan. Hop, bundan tashqari bizda mana 44 ta list ketayotgan ekan ikkita sloyga. Bu ikkita sloyda o'tgani masalan
Devorni bu har doim ham ikkita tomondan uradi. Masalan, bu devor bo'ladigan bo'lsa, boshqa rangni hozir olib chizaman. Ham yoq tomoniga ham uradi gips kartonni, bu yoq tomoniga ham uradi. Mana mana shuni ikkita sloyda uryapti. Agar sizlar misol bitta tomonga uradigan bo'lsangiz, ikkita qatlam qilib, mana mana shuni o'zi sizlarda o'zgarmaydi. 44 tani o'zi qoladi. Agar misol ikkita tomonga ikkitadan uradigan bo'lsangiz, buni 2 ga ko'paytirasizlar. Yoki men boshqa tizimni tanlaylar. Bitta misol biz C111 tanladik, undan boshqa yana bir qancha tizimlar bor edi, o'sha tizimlardan tanlaysizlar. Shu. Buni xohlasanglar Excelga saqlashni bosadigan bo'lsangiz, sizlarga mana bunaqa Excel faylni chiqarib beradi. Hamma narsalarni yig'ib. Hop, menda Excel litsenziyasi yo'q, shunga shunaqa chiqyapti. Hop. Endi yana kuchaytirgan narsalarimizdan bittasi dizaynda xonani o'sha interyerini qilayotgan paytinglarda bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini oldik, xudo xolasa. Remont qilinmagan xonani rasmini shunday tashlaysizlar, o'sha xonani o'zi aniqlaydi va sizlarga o'sha remont qilingan holatda qilib beradi. Biz obunachimizdan kelgan rasmni kopiya qilib oldik. Uni hozir o'sha dizayn yaratish tugmasi yordamida hozir qilib ko'ramiz. Hop, xona fotom yangi dizayn yoki dizayn material yo'q, ta'mirdan keyin ko'rinish. Hop, xona fotom yangi dizaynda ko'proq funksiya bor, ta'mirdan keyin ko'rinishda sizlar kamroq narsani boshqarasizlar. Bunda referens bersanglar bo'ladi. Mana farq shunda. Mana bunda referens jo'natsanglar bo'ladi. Xoh interyer, xoh eksteryer bo'lsa, mana buni tanlaydigan bo'lsanglar, referens o'rganib turib, o'sha referens asosida qilib beradi. Bunda faqat sizlar stil kirazasizlar, ta'mirdan keyin ko'rinishda. Stilni o'zini tanlaysizlar, bu o'zi avtomatik qilib beradi sizlarga. Bunda kontrol ko'proq, mabodo inobatga olinglar. Hop, bittasini ham sariqdan bo'yab qo'yamiz, tushunishingizga. Bunda kontrol ko'proq, qizilligimizda kontrol sal kamroq. Bu o'zi avtomatik o'sha stil tanlab turib sizlarga qilib beradi. Xona fotom yangi dizaynni bosaman. Hop, qanaqa stilda xohlasan deyapti. Modern zamonaviy bo'lsin. Panorama 16 ga 9. Hop, premium. Ctrl V ni bosamiz, tashlaymiz. Bu rasmni misol gruppada ko'rgan bo'lsanglar, aniqlagan bo'lsanglar, ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Hozir bu rasmni o'rganyapti. Hozir qanaqa xonaligini mana aniqlab beradi. Mana aniqlandi, mehmonxona davom ettirish deyapti. Xohlasanglar qo'lda yozaman deb turib. Mana shu yerda bemalol o'zingizlar xohlagan misol boshqonaga ham aylantirsanglar bo'ladi. Umumiy mana funksional javob qiyin emas. Hozir menga mehmonxona to'g'ri keladi. Shuning uchun mehmonxonani bosaman. Hop, premium. Xo'sh, ranglarni tanlayapti. Xo'sh, neytral bo'lursin. Referens rasmni mana bunga tashlaymiz. Ham referens rasmni jo'natishdi. Mana referens rasmni ham tashlayman bunga. Tashlayman. Hop, qo'shimcha nimadir yozyapti. Men hammasini to'liq yangilab ber deb yozaman. Hammasini to'liq yangilab ber. Bosaman. Ketdi. 60 sekunddan 90 sekundgacha kutasizlar. 60 sekundga ham bormaydi o'zi. Hozircha dizaynimiz keladi inshaalloh. Umumiy shu. Hozir uje misol men remont qilinmagan xonaga Pinterestdan shunday kirib turib rasm olib turib, botga shunday jo'natasizlar, sizlarga shunday tayyor interyer dizayn qilib jo'nataveradi. Mana keldi dizaynimiz. Hop, bizning referensdagi nimalarni olyapti bu yerda. Hop, referensdan reykalarimiz bor, moldinglarimiz bor. Bunda nima narsalar bor? Mana xuddi shu moldinglar, ham bitta svetilnik. Konditsioner ham qo'yibdi. Yomon joylashtirmagan, yaxshi joylashtirgan. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yerda hop, rangini misol boshqa tanlaydigan bo'lsangiz, o'sha rangiga mos sizlarga yana boshqadan qilib beradi. Masalan, deylik, boshqa uslubni bosaman. Xona fotom yangi dizaynni bosaman, masalan deylik. Xo'sh, modern zamonaviy bo'lsin. Panorama. Premiumda. Hop, xona rasmini yana xuddi shu rasmni jo'nataman. Faqat endi xonani ham issiqlik darajasini o'zgartiramiz. Jo'natdim. Hozir aniqlaydi xonani turini. Mehmonxona davom ettiramiz. Premium. Hop, qimmat mebellardan foydalanadi bunda. O'sha premium tanlaydigan bo'lsangiz, sizlarda mana bu Ikea mebellarni qo'yib qo'ymaydi. Mana mana shu rasmni olib tashlayman referensga. Faqat endi hozir o'tgan safar neytral tanlagandim. Endi sovuq yoki mana iliqqa belgilayman. Misol iliq bo'lsin. Yoki dinamikka belgilayman, mana dinamik. Rasmni tashlayman. Hop, bu yerdan mebellarni ol. Dizayn umumiy tuzilishini ol. Ranglarini dinamik ko'rinishda qil deb yozaman. Dinamik degani, hop, bizda neytral ranglar bor. Hop, bu yerda masalan deylik,
bir-biriga yaqin monoxrom ranglar, misol olsanglar bo'ladi. Monoxrom bir xil tipdagi ranglar, ya'ni bir-biriga misol mana bu ranglarni hozir umumiy teoriyasini hozir o'tib ketish niyatim yo'q. Misol yonma-yon turgan ranglar, shulardan foydalanadigan bo'lsanglar, yumshoq dizayn hosil bo'ladi sizlarda. Dinamik bosadigan bo'lsanglar, уже bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan dizaynlarni ham tanlaydi. O'shani hisobiga mana ko'rayotganlaridek mana umuman boshqa aksent mana bu yerda mana ham devorda ham qanaqadir aksentlar paydo bo'ldi. Mana bu yerda mana bunaqasi mana общий ko'rayotganlaridek ventilyatsiya juda ham qimmat tizim ishlatibdi bu yoqqa. Ventilyatsiya mana bu VRF sistemalar mana bu yerda mana konditsioner ko'rishingiz mumkin. Bunaqasiga qo'yibdi mana. Vichka подача обратка shu vichka bilan anaqalar hammasi mana o'sha dizaynligidagi foydalanilgan. Stolimiz bir xil. Xo'p, mebelimiz o'sha stil, faqat kattaroq bunaqasi yonlamachasiga qo'yib bergan. Umumiy mana misol mijozga ko'rsata oladigan ishinglar уже bor qo'yiladi. Xo'p, keyin men e'tibor beryapsizlarmi yo'qmi bilmadim. Men xonani o'sha rasmga olgan paytinglarda qanaqa ko'rinishda bo'lgan bo'lsa, misol ob-havoylar. Shu ko'rinishni sizlarga qilib beradi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ob-havo taxminan ham ko'rinishda bizda mana taxminan o'sha paytga mo'ljallanyapti. Endi xonani ozgina kengaytirib yuboribdi. Где-то bir xonamiz ham kecha bo'lishi kerak. Taxminan mana o'sha nazarimda yana bilmadim. Bundan oldingisi aniqroq chiqargandi. Yoki menga shunday o'xshab tuyulyapti. Bunda mana aniqroq chiqargan o'lcham bo'yicha. Bundan keyingisida sal kengaytirib yuborgan xonani. Endi misol arzonroq variantda qanaqa qilib hisoblaydi, o'shani ham bitta ko'ramiz. Yana generatsiyani bosaman. Yangi dizayn. Hop, model. Panorama. HDG sifati. Xo'sh. Ctrl V. Bir marta aniqlagandan keyin u xonani tezroq aniqlaydi, chunki o'sha bitta ko'rgan narsasi o'shanga sirazi javob beryapti. Misol o'rta mid range bo'lsin. Hop, neytral. Xo'sh. Ham rasmni referens sifatida tashlayman endi bunga. Misol mijoz mana shu narsa xolayapti deb. Hozir men bu yerga neytral ranglardan, bu yerda dinamik ranglardan foydalangan. Ya'ni bir-biriga kontrast bo'lgan ranglardan foydalangan. Hozir endi ko'ramiz. Hop, tayyor deb yozib qo'ya qolaman. Hech narsani o'zgartirmayman. O'zi qismi maksi. Shunga qarab hozir natijani ko'ramiz. Tom hisobini ham hozir kalkulyatorni ko'rsatib berib ketaman. Navbatda tom yopmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, mana. Bu yerda hop o'sha arzonroq deganimizning hisobiga biza tashlagan rasmimizdan mana bu narsani ko'chiribdi. Ham sistemani ko'chiribdi. Hop, mana devordagi panellarimiz javna qimmat tizimda emas. Hop, umumiy olganda mana shunaqa dizayn chiqarib beribdi. Bu yerda xonani enini to'g'ri hisoblagan, lekin ham tomondagi elementimizni olib tashlagan. Referensdan nimadir olgan bu yerda ham. Hop, hozir solishtiradigan bo'lsak, mana bunaqa ko'rinishda edi. Bizga bunaqa ko'rinishdagi narsani yasab berdi. Ya'ni mana bu tomonga qo'yilgan o'sha eshikni yopib yuboribdi. Eshikni to'g'ri ochib yuboribdi. Hamma qismni olib tashlagan. Umumiy bitta-ikkita harakat bilan o'zi to'g'rilab olsanglar bo'ladi buni bemalol. Bu yerda mebelni ko'rayotgan bo'lsanglar, farqi bor o'zi. Mana bu yerda. Agar buni men hozir yana ham arzonroq mebel ishlatadigan bo'lsam, bundan ham boshqa mebel chiqarib beradi. Hop, xuddi shu narsani hozir yana boshqatdan bitta qilib ko'ramiz. Yangi generatsiya. Hop, yangi dizayn. Model. Buni farqi yo'q, qaysi birini tanlashinglarni o'tgan safar aytganimdek, hozir chunki biz rasm jo'natyapmiz bunga. Shu rasmimiz qanaqa formatda bo'lsa, xuddi o'sha formatda bizga dizayn qilib chiqarib beradi. Rasm jo'natdik. Mana bosamiz. Hop, endi byudjet. Neutral. Reference, xo'sh, referensga mana shu rasmni jo'nating mana. Yoki to'xtanglar hozir. Men referens har xil bo'lmasa, mana shu rasm qimmat mebel tashlaymiz bunga referens sifatida. Tayyor deb yozaman. Tayyorlanyapti. Dizaynimiz keldi. Hop, endi bu arzon o'sha usulda, arzon stilda mana
mebellarni ozgina o'zgartirgan. Lekin men bilan o'sha xuddi o'sha tizimda qilib yasab beribdi. Tepa tomondan o'sha byudjet bo'lganligi uchun mana bu yerga VRF sistemani olib tashlagan. Ham to'g'ri degan mana bunaqalarni o'zgartiribdi. Mana bu byudjet bo'lganning hisobiga mana bu yerga kolonnalarimizni yana qoldiribdi. Kolonnalarni bekitmagan. Bundan oldingilarda kolonnalarni yopib tekis qilib olib ketayotdi. Xo'p, bu devorimizda tekis edi. Shunga mana bo'laklarni mana shu narsaga olib ketibdi. Umumiy olganda yomon emas. Xo'p, keyin yana bir eslatib o'tishim kerak. Bu yerda endi hozir to'lov tizimi ishlayapti. Bugundan bemalol to'lov qilsanglar bo'ladi. O'sha birinchida yana davom ettirish uchun. To'lov qilish uchun sozlamalar va boshqalarga kirsanglar bo'ladi. Bu yerda tariflar bor. Tariflar mana umumiy ko'rsatib qo'yilgan. Hammasini o'sha hisoblab chiqib, eng o'sha hammaga ma'qul bo'ladigan darajaga olib kelib qo'ydik. Biz hozir mana bepul foydalanadiganlarga, ya'ni misol bu yerdan sinab ko'rmoqchi bo'lganlarga mana uchta dizayn qilish imkoniyatini beramiz. Xo'p, konsultantdan bemalol foydalanaverasizlar. Kalkulyatorlarni bemalol ishlaturgan bular tekin. Material hisobidagi kalkulyatorlarning hammasi tekin, 100% tekin. Bu yerga keyin ham konstruktiv hisoblanishda yana bitta kalkulyatorimiz bor. Bu ham tekin. U qaysi kalkulyator? Bu texnika hisobi. Misol uylarga texnika olib kelib ishlatmoqchi bo'lsangiz, necha soat ishlash kerak, qanaqa ishlash kerak, hammasini shu chiqarib beradi. Xo'p. Qolganlarida mana ham yozib qo'yilgan. Bunda misol sizlarga agar ma'qul bo'lmasa, misol bu oylik tarif, ya'ni masalan deylik, bir oy ichida mana shuncha ish qilib ulgurmasanglar, pulingiz qolib ketib qolishi mumkin, keyingi oyga o'tmaydi. Agar keyingi oyga o'tadigan bo'lsa, mana bu yerda 60 kundan 90 kungacha bo'lgan tangachalar bor. Balans bossanglar ham chiqadi. Hop, qur tangalar, ya'ni o'sha o'zimizdan ham tizimni tangalarini ham ishlab chiqdik. Hop, mana hamda narxlarni ko'rishingiz mumkin. Keyin misol mabodo sizlar savol bo'lsa, masalan deylik, menga ko'proq video qilish kerak degan bo'lsangiz, misol men biznes planda ham 549 minglik planda ham 8 ta video qilish imkoniyati bor. Agar sizlar undan ko'proq video qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, hop, ya'ni mana bu yerda yana video 20 dona qur, ya'ni 20 quroson ham tangalar. Hop, misol 10 ta olsanglar 12 ming, 30 ta oladigan bo'lsanglar 33 ming so'm. Hammani olib turib bemalol shu 1,5 ta video qo'ysanglar bo'ladi, yoki hammani olib turib 3 ta video bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Keyin bu yerda videoning narxi noto'g'ri ko'rsatilgan. Video bizada sekundaga qarab turib 4 sekundga bizada 10 qur oladi, ya'ni 10 quroson tangasi. Hop, 8 sekundlikni narx ko'rsatilgan bu yerda hammasida. 8 sekund bo'ladigan bo'lsa 20 bo'ladi. Agar sizlar misol deylik 6 sekundlik qiladigan bo'lsanglar 15. Sekundini katta qilib olishni tavsiya qilmayman, chunki bitta dona o'sha tizimni o'zidan nima deydi uni? Bitta dona o'sha tizimni o'zida bitta dona rasmni o'zidan video qiladi babi, har doim ham aniq ishlamasligi mumkin. Shunga 4 sekund meni tavsiyam 4 sekund, 6 sekund. Babi bu bizada sun'iy ong qancha tarbiyalagan bo'lsa ham, babi ozgina xato qilayotgan joylari bor. Masalan, o'zidan ozgina qo'shib ketayotgan joylari bor. 6 sekundgacha zo'r qilyapti. Lekin 6 sekunddan keyin ozgina o'sha binoni ozgina o'zgartirib yuborayotgan joylari bor. Ya'ni binoda bo'lmagan narsalarni qo'shib yuboryapti ozgina. Shu tomoni bor. Men aniq xatosini aytib o'tib ketaman sizlarning o'zingizga. 6 sekundligiga 15 quroson tangasi. Shu mabodo hisobga oladigan bo'lsanglar mana shu yerda bemalol. Xohlasanglar oylik to'lov qilinglar, xohlasanglar uni ham sotib qo'ysanglar, masalan deylik, tarifingiz tugasa, yana ishinglar to'xtab qolmaydi, bu yerda yana dars davom ettirib ketaveradi. Umumiy shu. Hop, endi tomga keladigan bo'lsak, material hisobiga kiramiz. Bular hammasi sizlarga tekin bemalol 100% ishlatishingiz mumkin. Prorablar bo'ladigan bo'lsa, hop, tomni qoplamasini hozir men ko'rsatib beraman. Hop, 18 metr bo'lsa, bunaqasi 8 metr bo'lsa, eni. Hop. Ikkinchi shabli qilamiz, masalan. Bitta tomonga skat bo'ladi. Hop, tunka bo'lsin. Balandlik orqali kirgizamiz. Endi oldin bu funksiya yo'q edi, bizda faqat shu burchakning o'zi bor edi. Shu burchak orqali qilardik. Masalan, deylik, eng past joyimiz bilan eng baland joyimizning farqi 2,5 metr bo'lsin. Tomimizning orasi. Mana bu yerda regionlar bo'yicha mana qilingan. Hop, tog' hududlari deyotgani, tog'li hududlar, ya'ni misol respublikaning tog'li hududlari, Toshkent viloyati bilan Andijon, mana Samarqand bilan Buxoro umumiy o'sha region, ya'ni vohaga hammasiga mana bu norma. Toshkent shahri bo'yicha. O'sha bu sizlarning mana bu yog'ochlarning hisobi mana shundan kelib chiqadi. Qaysi joyda misol qurilish qilayotgan bo'lsangiz, o'shanga qarab turib qilinglar. Mana normativ bo'yicha olingan bu yerda. Hop, normativi
shenka bo'yicha olganmiz. Mana qurilish me'moriy qoidalari 2001/97/96 standartiga ko'ra. Xo'p, Toshkent shahrini olaman. Mana. Xuddi shu narsa sizlarda umuman boshqacha chiqishi mumkin. Buni tom bilan shug'ullanadigan o'sha odamlardan tekshirtirib oldim, aniq o'sha to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi, qanchalik to'g'ri chiqaryapti, hammasini ham chiqarib oldik. Bunda sizlarda обрешёткаlar, strapilalar, shagi qancha bo'lishi kerak, qanaqa razmerda bo'lishi kerak, qancha misol ketadi, hammasini mana hamcha chiqarib bergan. Ma'murlatinglar, buni misol agar qo'lda hisoblaydigan bo'lsanglar, oddiy bitta tomni o'zini misol расчёtini agar qo'lda qilib o'tiradigan bo'lsanglar, bu sizlarda bir kun vaqtinglarni oladi. Bu narsani xudo xolisa biz sizlarga mana shundoq tekin yanna qilib qo'yganmiz, to'g'irlab qo'yganmiz, bemalol ishlatishingiz mumkin o'zingiz xohlaganingizcha. Bu tomni o'zi. Xo'p, bundan tashqari masalan deylik, qolgan bitta kalkulyatorlaringiz bor. Kalkulyatorlarning hammasi o'sha shenka bo'yicha to'g'irlab chiqilgan. Bu yerda misol osmondan yozilgan narsa yo'q. Hammasi shenka asosida tuzilgan. Shenkadagi o'sha normalar bo'yicha, ya'ni bu yerda sizlarni xato qilish koeffitsentingiz 5% gacha o'sha ko'rsatilgan. Bu o'sha berilgan normativlardan asoslanib. Zapas anaqasi. Davlat misol ishxonalarida ishlaydiganlar bo'lsa, misol davlat loyiha institutlarida ishlaydiganlar bo'lsa, bemalol mana shundan olib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. To'g'ri hisoblayapti hozir. Mana shenka bo'yicha mana 2003/08/98, 2001/07/96 bo'yicha mana hisoblab bergan. Xo'p, bundan tashqari ba'zamizda shu bundan oldin ham aytib o'tdim. Nechta kitob borligini hozir esimdan chiqarib qo'ydim. Xo'p, 340 tadan oshiq kitob yuklangan. 159 ta shenka mahalliy, hammasi yuklangan. Buning ichida misol любой savolinglarni bersanglar, mana shu konsultant sizlarga mana shu anaqani topib beradi, javoblarni topib beradi. Ya'ni masalan deylik, eshiklar standarti qayerda yozilgan yoki masalan pojarniy norma bo'yicha misol qancha bo'lishi kerak, hammasini yozadigan bo'lsangiz, sizlarga agar sonda kitobda yozib qo'yilgan bo'lsa, sonda chiqarib beradi yoki o'sha qaysi kitobga yo'nalish kerak bo'lsa, o'shani ko'rsatib beradi. Agar unda chiqmasa, jadval holida bo'ladigan bo'lsa, bilim bazasiga bemalol yozasizlar. Bunda bemalol chiqarib beradi sizlarga. Xo'p, bugun xudo xolasa 30-may ekan, 31-may tugadi, 22:45 bo'ldi hozir soat. Xo'p, 31-mayda bemalol tekin ishlatib olasizlar. Uje 1-iyundan bot pulli rejimga o'tadi. Shu, ya'ni mana bu hamma o'sha tizimlar hammasi pulli asosga o'tadi. Umumiy olganda shu, e'tiborli uchun rahmat. Xudo xolasa endi kichkina 1 minutlik o'sha videolarni qo'yib boraman. Buni misol yana sizlardan agar taklif bo'ladigan bo'lsa, shularni kuchaytiramiz. Xo'p, sizlar bilan bundan keyingi videolarda ko'rishguncha e'tiborli uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.